Assalomu alaykum, a'lochilarning hurmatli obunachilar, YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqibozlari. Chorvador aka-uka opa-singillarimizga bugun zo'rlardan, bo'g'ozlardan, hunajinlardan tavsiya qilib qolamiz. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa, so'raganlar bo'lsa, ma'lumotlar yoqsa bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mollarimiz xudo xohlasa sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Razmerlarini, oylarini, ma'lumotlarini berib o'tamiz. Yoqsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mollar yeb-ichishga, sog'lig'iga bir hafta garantiyasi beriladi. Bemalol uylarga borganda mashinani tushirib, oyoq-qo'lini yeb-ichishlarni ko'rib, pullarni sanab beraverasizlar. Oldindan masalan, vohaga 2 milliongacha, vodiydan bo'lsalar 500 minggacha zakalot tashlab bersanglar, bo'ldi, mollar sizlarga yetib boradi. 7 uy bo'g'ozlaridan, 6-7 oylik yaxshi 2-3 oy kutaman deganlarga ulardan ham bor, xudo xohlasa. Manzilimiz Andijon viloyati Xon shahri, Shaharxonda. Lokatsiyaga yursanglar ham Shaharxon deb yozsanglar kelaveradi. Bu yoqni tushuntirib Shaharxondan video chiqyapti. Xudo xohlasa kimga yoqsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bo'lmasam birin-ketin vaqtinglar cho'zmasa tez obzorlarni qilib beramiz. Mollar yoqsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mollar xudo xohlasa zo'r. Hamma yo'g'i garantiya beradi. Birinchi molimiz joning sog' bo'lgin. 7 uy bo'g'oz. 15 kun, 20 kun, bir oyga bormaydi. Bir oy hisobini olaveringlar, chunki men ham qo'lim bilan qo'ymaganman. Ochig'ini aytaman, yolg'on cho'p qo'ygandan ko'ra ozgina kutib qo'yganlar yaxshi. Uzag'i bir oy. O yelindi bitta oying. Jonivor. Tay solyapti. Demak, yaqin qolgan oy kirgan bu molni. Bu oshiylari bu shun behijolat. Ke orqasidan. Deb mas'ullasizlar ham tepmaydi. Yelinlari yumshoq. Xudo xohlasa kenaylarimiz maza qilib sog'adi. Qiynalmaydi, birov qarab tursin demaydi. O'nchab tanlamaydi. Xohlagan tarafidan borib turib, to'xtagan joyiga o'tirib olib sog'averadi. Bitta ko'rsatib oling yelinlarni. Ana bular. To'rt yelin 4 ta joyda, bitta joyda bo'lib qolgan. Buni boshqa emas. Molni shoqunuvchidan dumunchigacha kelgan. Narxi 33 million 500 ming so'm. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab mavjud. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, dastavkasidan o'xshi muammo yo'q. Qayerga bo'lishidan qat'iy nazar yetkazib beramiz. 33 million 500 ming. Buni tayda o'tirib olib yarim soat, kallasini oldiga o'tib olib turib yarim soat, orqasiga yarim soat vaqtinglarni olib kuttirib, narxini keyin aytamiz. Tirs aytiladi. 33 million 500 ming. Kimga yoqsa aloqaga chiqaversin akalar. Bunaqa vaqtinglarni o'g'irlab molni maqtash kerak yo'q. Mol shvet mana. Shvet bilgan, ko'rgan, ahli etgan odam olaveradi. U shvet ekan, poet ekan deb turib 1 soat, yarim soat maqtagan bilan rizq ko'tarilgan yoqqanga sotamiz. Yoqsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bizda sirasiz narxlar aytiladi xullas. Ikkinchi molimiz 29 million 500 ming. 6 oylik bo'g'oz. 6 oylikka garantiyasini beraman. Xolasda yeyapti. Yoshligidan muammo yo'q. Bo'zay hali, kurashini chiqarmagan. Bo'ylarini ham bitta o'lchab o'tib ketamiz. Bo'yini o'lchash esimizdan chiqib qolyapti. Aytga bermaysizlar. Bo'ylari 1.25 tanga o'lchab olaverasizlar. Buni ham 1.25 ga. 29,5 ga 33,5. Nargis 9 oylik, manosi 6 oylik. Manosi ikkinchisi bo'zay. Birinchi, ikkinchi molimda telefon qilinglar. Yaxshi tushunib olamiz bir-birimiz. Uchinchi molim 7 oydan o'tgan bo'g'oz. 7 oyga beraman. Bo'ylari 1.30. Bu oshiylari mana. Etarionni вообще kerak emas menga, jonivor. O'ta go'zal. Ola qorasidan so'raganlarga olg'a ketlari baland, zo'ridan, karabildan mana. Jonivor. Yaxshilab ol. Taylarini ko'rsatib olib ber yaxshi. Joning sog' bo'lgur.
rosa zo'r sigir bo'ladi bu ham, yuvoshgina. Ko'rib turibsizlar, molni akalar 27.500.000 so'mga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kamini kelishamiz. Dastavkadan o'ylanmaysizlar, O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. 3-molim 27.500.000, 4-molim mana. Simentaldan mana. 4 oylik bo'g'oz, 2 kurak. Lekin bitta tuqqan. Tayyorroq. Xudo xolasa 4 oylik bo'g'ozga tekshirib olaverasizlar. Pulga 29.500.000 so'm. Aloqaga chiqaveringlar. Bo'g'ozga garantiya beraman mana yuvoshlar. Suti ham bor. Sog'ib ichib turgani ozgina sutdan berib turadi, 3-4 litr ko'p emas. Sutdan chiqyapti mol. 2 kurak 29.5 ga aloqaga chiqaverasizlar. Simental mana. Asosiy bolasidan daromad qilaman deganlarga har yili bitta bolasini olaverasizlar. 30-40 million daromadi bor. Chunki bo'zaklari bilasizlar qanaqa narx bo'lyapti. 4-molim 29.5 mana aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa sog'ligidan yeb-ichishdan umuman muammo yo'q. Hamma yo'q, bir hafta garantiyasini beraman. Oxirgi 5-molimiz 8 oylik bo'g'oz, 8 kurak, 8-larini endi chiqargan. Bosmani 3-siga bo'ylari 1.20 ga o'lchab olaverasizlar. Simentalni bo'yi 1.30, 1.28 ga o'lchab olinglar buni. 1.28 ga, 1.20 ga o'lchab olaverasizlar. Tapalag'idan suti zo'r beradiganidan. 8 oylik bo'g'oz, 1 oy nari bersa tug'adi. Yelinlarni ol yaxshilab. Jonivorni. Yer yaqin tapalag'idan so'raganlarga 27.500.000, 8 oylik bo'g'oz. Mana 1 oy nari bersa tug'dirib, sigir qilib sog'ib ichaman deganlarga Xudo xolasa videomiz yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mollarimizni hamma yo'g'i zo'r. Orqa ketlari baland, ko'ti past mollarimiz yo'q. Kallalari, qosh kipri, hamma tumshuqlari hamma yo'g'i chiroyli, yelinlari zo'r holatda. Yelin 3 yelin unaqa mollar vobshim yo'q, behijolat olaverasizlar. Uylarga borganda mashinadan tushirib tekshirib olasizlar mollarni. Uylarda turganda bir hafta garantiyasini beraman. Xudo xolasa mollar o'ta go'zal, yaxshi narxlarda qo'yib berdim. Kimga yoqqan bo'lsa, yoqmagan bo'lsa, kommentariyada fikrini bildirib ketsin. Obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sovg'alar ham berishni boshlaymiz endi obunachilarimiz uchun. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Hammalarga kattakon rahmat. Like'larni bosib, kommentariyada fikrlarni bildirib ketinglar.